20. ders tavhid haqida. Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Düvende Şeyh Abdüveli Qari rahimahullah dersliklerden tallanmala tavhid haqida degan temini o'qiymiz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. 20. ders tavhid haqida. Hudayfatul Yamani Resulullah'ın ulug' sahabilaridan biri bo'lib, kishilar uni payg'ambarimizning siri deb atishadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu kishiga ba'zi sirlarni bayon qiladi. U kishi bu sirlarni mahkam saqlab, hech kishiga pash qilmaydi. Sirni pash qilmaslikqa hech qancha kuch ketmaydi. Faqat uni boshqalar demisili bo'ladi, birodarlar. Lekin demakki oson bo'lganda qiyg'ili bilan bu quvvat eng katta quvvatlardan hisoblandi. O'zingizga bir savol qilib, hayotimda biror kishining sirlarini saqlab o'tib ketdimmi yo'q deb so'rasangiz, buningga yo'q deb javob berasiz. Navoda saqlagan bo'lsangiz, faqat o'zingizni xalq orasida sharmanda qiladigan sirlarni saqlagan bo'lasiz. Dünyada hech kimning sirini saqlab ketolmagan. Ammo Alloh subhanahu va taolo shunday quvvatni ato qilgan kishilar shunday qila olgan. Qarmoqqa bu bir oddiy ish bo'lib, shu sirni aytmasangizlar, u sir saqlanib qoladi. Ammo mushinga loyiq kishilar nihoyat oz bo'ladi. Hudayfatul Yamaniga Allah Teala mush xususiyatni bergan. Rivoyatlarga ko'ra, Hudayfatul Yamani hatta Madinada necha munofiq bor shularni biladi. Islom dini ularning ko'rinishini qabul qilib, qalblarini Allohga topshirgan edi. Ammo Rasululloh Hudayfatul Yamaniga ularning kimligini bayon qilib qo'ygan degan rivoyatlar bor. Hatta Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Hudayfatul Yamani Madinada bo'lib turib, biror bir janoza namoziga bormasa, bu munofiqning janozasi bo'lishi mumkin deb shu janoza namoziga bormas ekanlar. Bu kishidan yana bir xususiyat, kishilar doim Rasulullohdan yaxshilik to'g'risida so'rashadi. Ammo u yomonlik qilib sanmay deb doim yomonlik to'g'risida so'raydi. U Rasulullohdan shundoq so'rdim deydi. Biz jahiliyatda yashab o'tdik. Hayotimiz yomonlik bilan o'tdi. Alloh subhanahu va taolo bizga yaxshilik bo'lgan islomni elib keldi. Yaxshilik keldi, yomonlik ketdi. Endi mushi yaxshilikdan keyin yana yomonlik bormi? Rasululloh ha deb javob berdi. Shu yomonlikdan keyin yana yaxshilik kelamdi. Rasululloh ha keladi. Azg'ini bir fasod bilan birga keladi dedi. Bu fasod nima? Rasululloh shundoq toifalar keladiki, mening sunnatimdan boshqa yo'l tutadi. Ba'zi ishlarni ko'rib, bu islomdan deyishidi. Ba'zi ishlarni ko'rib, bu islomdan emas deyishidi. Ya'ni islomdan bo'lgan ishlarni ham ko'rsan, islomga zid bo'lgan ishlarni ham ko'rsan. Bu yaxshilikdan keyin yana yomonlik bormi? Rasululloh ha deb javob berdi. Jahannam darvozalarining ustida jahannamga chaqirg'uvchi kishilar bo'ladi. Kim ularga ergashsa, shularni jahannamga yo'liqtirdi. Ey Rasululloh, mana shularni kim ekanligini bir sifatlab bering. Rasululloh aytdiki, ular bizning terimizdan bo'lgan, bizning tilimiz bilan so'zlaydigan kishilardir. Ya'ni ular islomni inkor qiladigan toifalardan emas. Ya'ni ular islom istilohi bilan so'zlashadi.
Ya Rasululloh, shu davriga uchrashib qolsam, nima qilishim kerak deb so'radim. Rasululloh, musulmonlar jamiyasi va peshvolarini ching tutqin dedi. Men yana so'radim. Shu musulmonlar jamiyasi va imomlar bo'lmas qandoq qilaman? Rasululloh, shu toifalarning hammasidan cheklan. Magarki daraxtning yiltizlarini tishlab bo'lsa ham ulardan saqlan. Ya'ni hech bir narsaga aralashma. Hatto o'lim seni topqicha dedi. Bu hadis sharifdan biz o'zimizga shu xulosani chiqarishimiz kerakki, dunyodagi hamma yo'l zalolat. Faqat Allohning kitobi va Rasulullohning hadislarining ruhiy asosidagi yo'l to'g'ri yo'l deb bilishimiz kerak. Bundan boshqa yo'l hammasi xato. Buningda shak shubha yo'q deb bilishimiz kerak. Rasululloh Hudayfaning savoliga javob berganda, fasod mening yo'limdan boshqa yo'lni tutish bilan boshlandi deb aytdi. Mana bu narsadan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hech bir yomonlik hidi bo'lmagan sharoitda ogohlantirgan. Davri qiyomatgacha sunnatga zid yo'llar paydo bo'laverdi, birodarlar. Allohni inkor qiladigan yo'llarni bilmak nihoyat oson bo'ladi. Tarixdan buyon u oshkor bilinib keldi. Ammo bu xil yo'l islomga zarar yetkazolmadi. Musulmonlar bu yo'lda islomni mahkam tutdi. Shuning uchun islomga qarshi yo'l ichida oldi bilan ko'rinishida diniy islomga yo'l berishlik bilan bo'lgan yo'ldan ehtiyot qilishimiz kerak. İslamdaki ba'zi bir ibodatlarga ruxsat qilib, haqiqiy islomning ma'nosini tushunishga qarshi bo'lgan yo'ldan ehtiyot qilishimiz kerak. Bu jihatda xeyli ko'p odam xuddi tutunni ko'rib, uning ichidagini ko'rolmaganga o'xshaydi. Shuning uchun islom dushmanlari islom bilan ro'buru qarshilashishning hech qanday foyda bermaydiganligini bilishgan. Biz buningdan saqlanish uchun har qanday yo'lni kitobi sunnatga taqqoslashimiz kerak. Uningga zid yo'lning kim bo'lishidan qat'iy nazar botil yo'l ekanligidan ikkilanmasligimiz kerak. Bundaq yo'l bizning teshimizdan paydo bo'lmaydi. U balki musulmon islom nomi bilan paydo bo'ladi. Islomga iymon keltirganimizga o'xshash islomning hukmlariga beshidan tortib oxirigacha iymon keltirishimiz va shuni hayotimizga tatbiq qilishimiz kerak. Islom ko'rsatmalarining teshida turib islomni da'vo qilishimiz kazzoblikdan boshqa narsa emas. Shuning uchun bu hadis sharifdan hammamiz o'zimizga bir xulos chiqarishimiz kerakki, Alloh subhanahu va taolo bizlarni bekorga tashlab qo'ydigan xalq qilmadi. Alloh subhanahu va taolo bizlarga Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib avatdi. U kishi orqali Qur'onni nozil qildi. Ham u kishi o'z sunnatlari bilan Qur'oni Karimni izohlab berdi. U kishidan sahobalar ilishdi. Qur'oni Karimni sahobalar, tobiinlar va bu kishilarga ergashgan kishilar tushungan asosda tushunamiz. Qur'oni Karim va hadis muborakdan boshqa yo'llarni ikkilanmasdan botil deymiz. Iymon shundoq bo'lish kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning siratlari, hayot yo'llari va hukmlarida biz ko'proq hukmni asdan chiqarib qo'yamiz. Mana shu holatlarning hammasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'rsatmalari bo'yicha bo'lish kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning da'vatlari tavhid bilan boshlangan. Bizning suhbatlarimiz tavhidni zikr qilmasdan o'tmasligi kerak.
Allah subhanahu ve teala bütün alemni özü üçün gına ibadet kılış için yarattı. Yani cinlarni, insanlarni fakat man ibadet kılış için yarattım. Sure Zariyat 56. ayet. Allah Teala peygamberlerini tevhidki davet kılış için ibattı. Kur'an-ı Kerim'deki en köp toxtalgan tema tevhid temisidir. Allah yine bütün insanlığa şirknin zərərini bayan kıldı. Onu dünyadaki halaketinin devzakta ebedi kılışının sebebi deb kösetdi. Hem Allah'ın şirk günahını kechirmeydiganligini kalamida yad kıldı. Yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senden ilgiri evetilgen peygamberlerinin hemmisiga menden başka hiç ma'bud berhak yoktur. Mağılı ibadet kılınla deb vahiy kıldık. Sure Enbiya 25. ayet. Hemme peygamberge şu nasi nazil bolgan. Yana birer peygamber evetilgen bolsa, onun vahiy nazil kılındı. Bu vahiy vahdaniyetki çakırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl Mekke'de turdu. Halklarını yekki Allah'a ibadet kılışka ve la ilahe illallah kelimesini etişki çakırdı. La ilahe illallah kelimesini Arap kişi yaxşı düşünüdü. Bu kelimeni anlayan Araplar Allah'ını inkar kılmaydı. Allah'ını badiş etti. Kainatını ve yani kim yaratkan dese Allah diş etti. Kainatını yerini kim başkurdu dese evliya, kutupla başkurdu demekti. Belki Allah başkurdu dekti. Ula hazırki müşriklerden tüzük idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey ademler la ilahe illallah denla diyen kişiler Allah kainat ve yerini yaratkan, Allah kainat ve yerini başkurdu deb bilişetti. Rızıkını Allah berdi deb biletti. Hem rızıkını Allah'tan tiliş etti. Allah öldürdü hem terildirdi deb bilişetti. Yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, müşriklarga aytqin ki sizlarga osmondan yomg'ir yağdırıp, zimindan giyah undirib kim rizq berdi? Sizlarning anglash va ko'rish qobiliyatinglarni kim boshqurdi? Terik shaylardan kim paydo qildi? Xaloyiqning ishlarini kim idora qildi? Ular bularga javoban Allah deydi. Aytqin ki Allah'tan gayrigi cho'qinish bilan Allah'ның azabından qo'rqmamsizlar. Sure Yunus 31. ayet. Şunu yaxshi tushunishimiz kerakki, Allah'ni ba deyishlikimiz, Allah'ni rizq berdi, Allah kainatni, yerni yaratgan deb bilishimiz bizni jannatga ilib kirolmaydi, birodarlar. Biz buni shundoq deb bilamiz. Ammo shuning bilan birga ibodatni faqat Allohning o'ziga g'ana qilishimiz kerak. Mana bu la ilahe illallah kelimesining ma'nosidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey odamlar la ilahe illallah dengla degan kishilarning iymoni mana shu darajada edi. Ammo ular ibodatlarda Allohga boshqa narsalarni vosita qilishgan edi. Shundaqla bu vositalarni yaratquchi deb tan olmaydi. Faqat uni Alloh bilan o'zining orasida vosita bo'ladi deb biletdi. Shuning uchun ular mushrik bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ular bilan janglashdi va shu jangda o'lgan kishilar shahid bo'ldi. Mana bu narsalarni bilishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tavhid asosida
ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, diningdan yenib ketishingni talab qilgan bu kuffarlarga aytqinki, Rabbimga ibodat qilaman, uningga hech ahadini shirik keltirmayman dedi. Duo ibodatning mig'zi. Arab tilini bilgan kishilar innama ad'u robbi, ya'ni Rabbimga ibodat qilamanning ma'nosini biladi. Qur'oni Karim shu kalimaning o'zi bilanla cheklanmadi, balki arqadilla ta'kid bo'lib, "Wala ushriku bihi ahada", ya'ni uningga hech ahadni shirik keltirmayman ni keltirdi. Allah Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ayting deb xitob qildi. Ya'ni kimlarga? Allohni bor, Allohni rizq berdi, Alloh koinotni, yerni yaratgan degan kishilarga. Rabbimga ibodat qilaman, uningga hech ahadini shirik keltirmayman deb e'lon qiling dedi. Yana ahada kalimasiga diqqat qilishimiz kerakki, ular shirik keltirgan narsalar bizning davrimizdagi mushriklar shirik keltirgan narsalardek past narsalar emasdi. U davrda shirik qilingan narsalar Nuh alayhissalomning davridagi tufondan hayot qolgan pokiza kishilarning ramzlari edi. Ular Nuh alayhissalom bilan kemida hayot qolgan ulug' katta kishilarning ramzlarini Allah bilan o'zining o'ttirlarida vasita qilib seg'inishatdi. Ahadaning aksicha ular ko'p odamlarni shirik qilishgan edi. Odamlarning eng solihlarini shirik qilishgan bo'lib, Nasaralar Aysa alayhissalomni, Yahudilar Uzayr alayhissalomni shirik qilishgan edi. Allah mana mushrik kishilarga Rabbimga duo qilaman, uningga ibodatda hech kishini shirik qilmayman deb e'lon qiling deydi. Mana bu narsani yaxshi tushunishimiz kerak. Tavhid bu nijot sababidir. Agar tavhid tepilmasa, amallar shirik bo'lib qolsa, hammasi habata bo'ladi. Allah Qur'onda Muhammad alayhisalomga shunda xitob qiladi-ki, ya'ni agar sen Allohga shirik keltirsang, sening amaling albatta bekor bo'lib ketadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z toiflarga kichigidan boshlab tavhid asosida tarbiya qiladi. Hammasining o'g'illaridan Abdulloh ibn Abbas payg'ambar alayhissalom vafot topganda texi yosh edi. U Rasulullohning tahoratiga suv apirib bergan vaqtlarida texi 5 yoshda edi. Mana shu kishiga qilgan nasihatlarda bir narsa so'rasang Allohdan so'ra, yordam talab qilsang Allohdan talab qil degan Imom Tirmiziy rivoyatlari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hatto sahobalarni biror joyga iboratganlarida ularning birinchi chaqirdigan narsasining tavhid bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muad ibn Jabalni Yamanga iboratganda ularni oldi bilan la ilaha illallohga chaqirgan. Ular Tavrat tushgan, Tavratni yod olgan, ham Tavratga amal qilayotganligini da'vo qilgan ahli kitob, ahli ilmlar edi. Mana mush kishilarni oldi bilan chaqirdigan narsangiz tavhid bo'lsin dedilar. Ular Allohning borligiga ishonatdi. O'zlarini biz ahli kitob deydi. Arab Qurayshlarni bo'lsa jahillar deb aytishadi. Mana mushundaq ilmni da'vo qilgan kishilarga qiladigan tunji da'vatingiz la ilaha illalloh bo'lsin dedilar. Agar
hozir birarimiz xalqlarga ey odamlar la ilaha illalloh danglar deb payg'ambarning so'zini aytsak, ular biz la ilaha illalloh demabchiqmi deyishidi. Biz la ilaha illalloh kalimasini hayotga tatbiq qilishga chaqirishimiz kerak. Shahodat kalimasi ustida to'xtalib o'tamiz. Birinchi chaqiradigan narsangiz la ilaha illalloh bo'lsin. Guvohlik deb nimaga aytamiz? Biz kishi bir ish ustida guvohlik bersa, uning harakati guvohlikni dalolat qilish kerak. Masalan, bir kishi o'zini o'g'ri emasman desa, o'g'ri emasligiga guvohlik berish kerak. Ammo bu guvohlik til bilan bo'lmaydi. Ya'ni shu kishi haqiqatda o'g'ri bo'lsa, o'g'ri emasman deyishi bilanla uning guvohligi o'tmaydi, birodarlar. Guvohlik bir odamning qilayotgan har bir ishining aytayotgan so'ziga mos kelishidir. Demak, la ilaha illalloh kalimasini aytsa-yu, duoni boshqa narsaga qilsa, bu guvohlik hisoblanmaydi. Buni faqat shu kalimani aytmagan odamning guvohligi deyishga bo'ladi. La ilaha illalloh desiyu, nazarini boshqa narsalarga qilsa, bu la ilaha illallohga bo'lgan shahodatning aksidir. La ilaha illalloh desa, yordamni boshqadan so'rasa, bu la ilaha illallohning aksi bo'lgan shahodatdir. La ilaha illalloh desa, ammo Allohning hukmini qabul qilmasdan, Allohning hukmi endi zamonga loyiq bo'lmay qoldi desa, bashar hukmni qabul qilsa, uning aytayotgan so'zi yolg'on bo'ladi. Shuning uchun biz tavhidning ma'nosini Qur'ondagi, ya'ni azobdan amin bo'lish, iymon etgan, iymonga mushriklikni aralashtirmagan odamlarga mansubdir. Ular hidoyat topquchilardir. Oyati bo'yicha tushunishimiz kerak. Abdullah ibn Mas'uddan rivoyat qilindiki, bu oyat nozil bo'lganda bu musulmonlarga nihoyat ig'ir keldi. Chunki bu oyatning zohiri ma'nosi iymon etgan kishilar iymoniga zulmni aralashtirmagan bo'lsa, bo'lib ashabilar biror zulm qilmagan odam bormi? Hech bo'lmasa inson o'ziga zulm qiladi deydi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu yerdagi zulmdan murod shirkdir dedi. Mana Luqman Hakim o'z o'g'liga nasihat qilganda, ya'ni o'z vaqtida Luqman Hakim o'g'liga nasihat qilib, ey o'g'ilchiqim, Allohga shirik keltirmagin. Shirik keltirish haqiqatan zo'r gunohdir dedi. Demak, shirik katta zulm. Iymon keltirib, iymonni shirkka aralashtirmagan kishilar oxiratda haqiqiy xotirjam bo'ladigan, hamma odam qo'rqinish ichida qolganda xotirjam bo'ladigan kishilardir va hayotda haqiqiy hidoyatli bo'lgan kishilardir. Ba'zi vaqtlarda kishilarni faqat Alloh subhanahu va taologa sig'inishlikka, Allohdanla madad tilashga, Allohdangina yordam so'rashga va Allohgagina qurbonlik qilish, nazr qilishga chaqirgan vaqtda biz tarafdagi kishilar ko'proq Sheyx Abdul Qodir Jiloniyni misol qilishidi. Amaliyotda ular bu kishining kitoblarini ko'rmagan. Agar Abdul Qodir Jiloniyning tavhidga bo'lgan chaqiriqlarini o'qishganlarda, u kishi faqat yakka Allohga ibodat qilishga o'rgatganlar. U kishining Al-Fathul Rabbani degan kitoblari bor.
Bu kitaplarda ham kishilarni faqat bir Allohga ibodat qilishga chaqirgan. Al-Fathul Rabbani'da keltirilgan bir so'zni o'qib bermoqchiman. Chunki biz tarafda hamma kishi bu kishiga sig'inishni ibodat deb biladi. Ular qiyomatda mush qilmishidan hisob berdi. Bu kishi Al-Fathul Rabbani'da Allohdan so'ranglar, boshqadan so'ramanglar. Allohdan g'ana yordam so'ranglar, boshqadan yordam so'ramanglar degan. U yana ey sho'ri qurg'ur, halin qo'y. At qaysi yuzing bilan Rabbingga ro'baro bo'lsan, dunyoda Rabbingning hukmini qilmasdan, Rabbingdan yuz o'rib, Rabbingning xalqini Rabbingga shirik keltirib yashab, Rabbingga qandoq yuz keltirsan? O'zinglar bilan Rabbinglarning o'ttirsidagi vositalarni yo'q qilinglar. Chunki sizlarning bu vositalar bilan turishinglar havas, ya'ni ma'nosizlikdir. Podshohlik, sultonlik, haqiqiy azizlik Alloh azza va jalga xosdir. Sen haq bilan bo'l. Har bir ishda Alloh bilan bo'lg'in, maxluq bilan bo'lmag'in. Ya'ni hojatlaringni maxluqdan emas, Allohdan tilagin degan. Mana bular Abdul Qodir Jiloniyning so'zlari. Endi bu yerda eskartib qo'yimizki, inson qodir bo'ladigan ishlarda hayot kishilardan yordam so'rash shirk emas. Yaxshi ishlarda bir-biriga yordamlashish, o'rtoqlashish Alloh taolaning buyrug'idir. Ya'ni yaxshi ishqa va taqvodorlikqa yordamlashinglar. Gunohga va zulmga yordamlashmanglar. Ya'ni taavvul bilan isti'onat o'xshamaydi. Isti'onat inson qodir bo'lolmaydigan ishlarda yordam talab qilishni ko'ztadi. Allohdan talab qilinadigan yordamni insondan talab qilish bu shirkdir. Taavvul siz qodir bo'lolmagan narsaga mening yordam berishim, men qodir bo'lolmaydigan narsaga sizning yordam berishingizdir. Bu xil yordamni Alloh taolo bizga ma'mur qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq deydi: Alloh bandiga yordam berdi. Madamiki banda biror qarindishiga yordam qilsa, Imom Muslim rivoyat qilgan. O'zaro yordam berish to'g'risidagi hadislar hammamizga ma'lum mana. Darslarimizda ba'zi so'ralgan savollarga javob berib o'tdik. Mana ba'zi birodarlar Qur'ondagi payg'ambarlar qissasi bayon qilingan ba'zi narsalarni o'qish natijasida qalbi taskin topmaganligi sababli ba'zi savollarni so'rashdi. Hozirgi vaqtda arab tilidan boshqa tilda chiqarilayotgan kitoblarning ko'pinchisi islom kishilarining tekshirishidan mustasno bo'lg'achqa, kitobiy sunnatga zid bo'lgan kitoblar ko'payib ketganligi uchun o'qiydigan kitobni qalbinglar taskin topadigan, kitobiy sunnatini biladigan, Qur'oni Karimning ma'nolaridan xabardor, hadis sharifini biladigan kishilarga ko'z tutib o'qish kerak, birodarlar. Mana so'ralgan bu savolda Qur'oni Karim qissalaridagi Davud alayhisalom haqida kitobiy sunnatga uyg'un kelmaydigan, u kishining payg'ambarligiga to'g'ri kelmaydigan so'zlarning bayon qilinganligi so'ralibdi. Bu arab tili. Hatta tafsirlarning ko'pida ham nurg'un narsalarning noto'g'ri yo'l bilan yetkazilganligini Qur'oni Karim hadis muborakning ruhini biladigan kishilar ajratib bilishdi. Biz Qur'oni Karimning Alloh subhanahu va taolo tarafidan nozil bo'lganligiga iymon keltiramiz. Undaqda uning qanday hurmat bildirishimiz kerak? Uning haqidagi vazifamiz nima? Birinchi, uni haqiqiy tilovat qilishimiz kerak. Qur'oni Karimdagi, ya'ni biz ato qilgan kitobni tegishli ravishda o'qiydiganlar bor. Ayni shular uningga ishinidu. Sura Baqara 121-oyat. Oyat to'g'risida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu
aytganlarki, jinim ilkida bo'lgan zot Alloh subhanahu va taolo bilan qasamki, Qur'onni haqiqiy tilovat qilish, Qur'on halol degan narsani halol deb, harom degan narsani harom deb e'tiqod qilish va Qur'on nozil qilingandek tilovat qilish, biror kalimaning ma'nolarini o'zgartmasdan bayon qilish, Qur'on ta'vil qilgan uslubdan boshqa uslub bilan ta'vil qilmaslikdir. Qur'oni Karimni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobiy kiromlar tushungandek tushunishimiz kerak. Rasululloh Qur'oni Karimni so'zlari va fe'llari bilan bayon qildi. Biz uni xohlagancha tushunishga jur'at qilmasligimiz kerak. Qur'on dunyo va oxiratlik saodatni o'z ichiga olgan. Ikkinchi, Qur'onga amal qilishimiz kerak. Qur'onga amal qilishning birinchisi Qur'on bilan bir narsa tepib yemasligimiz. Hadis shariflarda bir qavmlar keladi, Qur'on bilan Qur'onni setib yeydi deydigan hadislar bor, birodarlar. Mana bu yerda Davud alayhisalom to'g'risida kelgan sura Soddagi oyatlarning ma'nosini so'zma-so'z aytib o'tmoqchiman. Qur'onning ruhi Qur'onning o'zi bilan tafsir qilinsa tushunishlik bo'ladi. Avval yomonlik aytilmasa, yaxshilik tushunilmaydi, birodarlar. Davud alayhisalom haqida Isroiliyatlarga suyunib qolgan kishilar shu oyatning tafsiri haqida u kishining 99 ayoli bo'lgan, u hatto o'z askar boshliqlarining ayoli yuyinayotganini ko'rib qilib, shu askar boshliqni jangga avatib, jangda o'lib ketgandan keyin ayolini amriga olgan degandek rivoyatlarni bayon qilgan. Qur'oni Karimda bundaq narsa yo'q, birodarlar. Buning haqiqatini hozir bayon qilamiz. Alloh taolo har bir payg'ambarga o'ziga xos xususiyatlarni berganga o'xshash bu kishiga tog'ni, qushlarni bo'ysundirib bergan. Davud alayhisalom tog'lar va qushlar bilan birlikda Allohga tasbih aytgan. Davud alayhisalom intayin ibodatli kishi edi. Oyatdan shu narsa ma'lumki, bu kishi hayotini Alloh taologa mihrobda ibodat qilish va kishilarning hojatlarini ravo qilib, ular o'rtasidagi masalalarni bir taraf qilishdan iborat ikki ishqi beg'ishlagan ekan. Alloh taolo Qur'onda, ya'ni Davudning saltanatini kuchaytirdi. Uningga hikmat va hamma odam tushunadigan ro'shan so'z iboralarni ato qildik deydi. Lekin inson har qancha ilmlik bo'lsa ham uning inson bo'lib qolaverishini iroda qilib imtihon qildi. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, da'vo qilguvchilarning qissasi sana yetdimi? O'z vaqtida ular Davud ibodat qilayotgan masjidning temidan ortilib tushishdi. Ya'ni ayni vaqtda ular Davudning yoniga kirdi. Davud ulardan qo'rqdi. Ular Davudga, qo'rqmagin, biz birimizga chiqilgan ikki da'vogarmiz. Bizning oramizda odillik bilan hukm qilgin, nahaq hukm chiqarmagin, bizni to'g'ri yo'lga boshlagin dedi. Ya'ni ularning biri, shubhisizki mening bu qarindishimning 99 sog'lig'i bor. Mening bir sog'lig'im bor. Qarindishim u bir sog'liqni menga bergan deydi. Aramizda bu to'g'riliq munozara bo'lib, u meni so'zda yengib qo'ydi dedi. Mana mushundaq soatda har qanday bir kishiga mushundaq bir ish hukm qilishga elib kelinsa, shu an g'azabi kelib, ey noinsof, 99 qo'ying bor ekan-u, yana nima deb uning bir tal qo'yini elib olasan deyishi aniq. İnsanlar bo'ladigan haq shu bir tal qo'yi bor odam tarafda o'ylaydi. Chunki insonlar mazlumlarga yam besib odatlanib qolganmiz. Davud alayhisalom
ya'ni Davud aytdi. U sening sog'lig'ingni o'zining sog'liqlariga qo'shib olishni talab qilib, rostla seni bo'zaq qilibdi. Nurg'un shiriklar, ya'ni do'stlar shubhisizki bir-biriga chiqiladi. Faqat iymon etgan va yaxshi amal qilganlar bir-biriga chiqilmaydi. Bular azdir. Davud bizning uni sinaganligimizni bildi. Rabbidan mag'firat talab qildi. Sajdaga bordi. Allohga tavba qildi. Ya'ni bu ikkalan Alloh tarafidan Davud alayhisalomni sinash uchun ibodatilgan farishtalar edi. Davud alayhisalom hukm qilishda xatolashib, ularning gapini anglabla bir tal qo'yib kishini zulm uchrabdi deb hukm qildi. Shuning bilan ular Davud alayhisalomning oldidan g'oyib bo'ldi. Davud alayhisalom o'z xatoligini tonib, shu on sajdaga berib Allohga istig'for etdi. Shuning bilan Alloh taolo, ya'ni biz uning xatoligini afu qildik dedi. Ya'ni inson xatoligini tonib tavba qilsa, Alloh gunohlarni shu an afu qilguchidir. Bu oyatdan shu ma'lumki, asli hukm chiqarishdan ilgari Davud alayhissalom 99 qo'yi bab tarafning so'z qilishiga ruxsat qilish kerak edi. Ammo unda qilmaganligi uchun mushundaq kichikgina bir ishning haqqa hukm qilishda xatolikqa sabab bo'lganligini bildirish uchun imtihon qildi. Mana bular Qur'onda bayon qilingan narsa. Ammo Yahudilarning hiylagarlik bilan bizning nashr afkorlarimizga kirib, qilgan to'qilmalarga oldinib qolgan kishilar zalolatga ketdi. Shuning uchun biz Qur'onni to'g'ri tushunishimiz kerak. Alloh Davud alayhisalomni mening nima degan yaxshi bandam bu deb maqtagan. Agar kimiki u vaqtda u kishining 99 ayoli bo'lgan, u askar boshliqlarining ayoli yuyinayotganda ko'rib qilib, shu askar boshliqni jangga avatib, jangda o'lib ketgandan keyin ayolni amriga olgan degandek gaplarni qilsa, u bo'hton bo'ladi, birodarlar. U Sulaymon alayhissalomning otasi, Allohning ulug' payg'ambari. Alloh taolo mening nima degan yaxshi bandam bu deb maqtagan zot. Alloh taolo men hikmat berdim degan zot. Mushundaq narsalarni yozgan kishilar bilmasa istig'for etish kerak. Agar bilib yozgan bo'lsa, uning dindan chiqishida shak shubha yo'q, birodarlar. Shuning uchun biz Qur'onni avval Qur'on bilan tafsir qilamiz. Keyin hadis bilan tafsir qilamiz. Sahobalar, tabiinlarning so'zi bilan tafsir qilamiz. Salaf solihinlar tushungandek tushunamiz. Qur'onni ra'yimiz bilan, jumladan Yahudilarning to'qilmalari bilan tushunmaymiz, birodarlar. Alloh taolo Qur'onning lafzi va ma'nosini saqladi. Sahih hadislarni saqlab bayon qiladigan ulamolarni yaratdi. Shuning uchun zohirida zulm bo'lgan narsa to'g'ri bo'lmaydi. Bizning oramizda ham kambag'alparvarlik bor, chunki biz kambag'alparvar bo'lgan falsafada o'sganmiz. Nima uchun haqiqat doim kambag'al tarafda bo'laverdi? Haq podshohdimi, kambag'aldimi bilmaymiz. Shuning uchun xuddi boyga yon besish xato bo'lganga o'xshash, kambag'alga yon besish ham xato. Biz haqqi yon besishimiz kerak. Ko'rinishda nihoyat ko'p zulm bo'lgan narsalar borki, masalan, bir halol kasb qilib beygan bir kishi bilan bir och-yalang'och nomrod bo'lsa, agar shu nomrod bu boy narsalarimni o'g'irladi desa, sening hech nimang bo'lmasa, bu boy tursa, qandaqsiga u sening narsalaringni o'g'irlaydi deyishimiz noto'g'ri. Chunki uning o'g'irlik qilishi mumkin-da.
Shuning uchun biz Qur'oni Karimni oldi bilan Qur'onning o'zi bilan tushunishimiz kerak. Mana bu oyatning davomida Alloh taolo Davud alayhisalomga: "Ey Davud, seni biz haqiqatan yer yuzida xalif qildik. Kishilarning orasida odillik bilan hukm chiqargin. Nafs xohishga ergashmaginki, u seni Allohning yo'lidan ozdirdi" deb xitob qildi. Demak, yer yuzidagi xalifa bo'ladigan kishi, ya'ni inson faqat bir tarafning gapini anglabla hukm qilishi xato. Gerçi hüküm buyurup berilgen taraf hakkı okşap tursa ham. Sual soralganlık münasebeti bilen şunu aytmoqchiman birodarlar. Dini Özbekçe kitaplardan qalbinglar teskin tapmasa, onu to'g'ri tushunish uchun o'zinglar ishonadigan ulamolarga murojaat qilishinglar. Ya'ni Kitab-ı sünnetni biladigan kishilardan so'rab olishinglar kerak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ve sallallahu ala seyyidina ve nabiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alamin. Elhamdülillah. Yuqorida Ustaz Abduvali Qori rahimahullah'ның derslerden tallanmalar tavhid haqida degan temini angladinglar. Oxirini keyingi termliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.